Assalomu alaykum ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi mana obyektimiz ham bitdi. Romligimiz 2 xona uyni oldi romligi 7 ta korpus bor bunda. Bo'yi bularning bo'yi 270 lik. Hop, joyimiz ichi sal shaytonga o'lmagan ekan. Bu tomonni pastiga o'ldirdik. Profilimiz mana shu korpus bu tomonni pastiga tekkan, archaga, tagarchaga. Tepasi narigi tomonni patologini hoshiyasiga tekkan. Mana shunday holatda shaytonga o'ldirib berdik. Tashqarisi holati ham o'sha tekis chiqqan. Hop, bu akfalarimizni mana shu ponni 7 ta korpus, 6 ta derazalik, bitta eshikli korpusimiz 15 million 600 mingga olib kelib qo'yib berdik. Shu dogovorlashgan summamiz mana shu bo'ldi. Ozmoz o'tib berganimiz bor, el qatori. Hop, ustunlarni alkafon bilan, tashqi alkafon bilan o'rab berganmiz. Ustunlar 17 likdan tushgan. Hammasi o'sha 17.2, 17.3 bo'lib, o'sha 3 mm, 4 mm har xil tushgan. Hop, derazalarimiz hammasi bittadan ochiladi, o'rtadan bittadan ochiladi, hammasi. Tagida bunaqa tiyagasi bor. Mana bu shtobi, mana bu yerda yukni ko'tarib turish uchun mana bu yerda tiyagasi bor. Eshigimiz 1.52 lik eshik, ponnisiga olganmiz. O'sha 71 dan ochilish bo'lgan, profillarda hisobi chiqib ketgandan keyin eshigimizni yopilishi mana katta eshik, bitta ikkala qanotini ham ochsangiz, o'sha mebellar, ugologlar kirib ketaveradi bemalol. Tashqi ko'rinish mana shunday holatda. Ichkaridan buni ochilishini ko'rsatib beramiz endi. Ichkaridagi holati mana shunday holatda. Bu tomonimizda 3 ta, bu tomonimizda 3 ta derazalik bor. Hop, bu tomon o'ng qo'limiz hammasi o'ng qo'lga ochiladi, bir xilda ochilib boradi. Insonni bunday qaraganda yuziga bemalol ochilishi uchun hammasi bitta tomonimiz o'ng qo'lga, bitta tomonimiz chap qo'lga bo'lgan. Mana shunday holatda ochiladi, hammasidan bittadan ochiladi. Derazalarimiz mana shunday holatda. Derazalarimizni bo'yi 270, bittasini eni 1.29, 23, 1.20, 1.30 dan ikkita bor. Eshigimizni eni 1.52 ga 270. Mana shunday holatda. Hop, ochiladigan ruchkalarimiz mana Odisher ruchkasidan domkratli, ichida haligi bemalol burashingizga oson bo'lishi uchun yengil haligi qo'ygan, chiqillab o'zini surib beradi. Ushab turadiganlari zatsep alyuminiydan 1 metrlik ispalnitel. Tomonimizda mana 1 metrlik ispalnitel, mahkam ushlaydi buni. Suv o'tkazib yormaydi. Mana bu taglaridan suv o'tkazib yormaydi, ili cho'tki bo'lib xizmat beradi. Mana shu olib kelib o'rnatib berishimiz hammasi 16 million 15 million 600 mingga bo'lgan. Hamma xizmatimiz 15 million 600 mingga olib kelib o'rnatib berganmiz. Bizdan oldin bu yer bu tomonimizda ham uy bor. Uni ham akfachi do'stlarimiz qilib bergan. Ularda hop ishi bilan bizni ishimizni bunday solishtirib, bunday video olaylik desak, endi qanaqadir bir narsalar bo'lmasin deb olmayapmiz. Xullas, uydagilarga yoqmagan, ili standart holatda yaxshi ish beradigan holatda chiqmagan. Hop, ishlarimizdan zakaz beradigan insonlar ishlarimizdan ko'ngli to'q bo'lsinki, shu to'g'ri ertaga bizni zakaz bergandan keyin bizga afsus, shularga zakaz bermay boshqaga zakaz bermabmiz demaydigan holatda yaxshi qilib berishga harakat qilamiz. Bu uyning egalari ham ancha bizdan ko'rib ishimizdan, ishni qabul qilib olib topshirganimizdan rozi bo'lib, hammalari oilaviy narsa qilib ishimiz yoqdi inshaalloh. Biz ham shuni tarafdorimiz. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan, tushuntirmoqchi bo'lgan ishlarimiz mana shu narsalar. Ko'p narsalarni maydalashmasdan o'tib ketyapmiz. Ko'rgan odam, yaxshilab harakat qilgan odam tushunib oladi albatta deb maydalashmasdan lo'nda gapirib o'tib ketyapmiz. Hop, kuzatib borayotgan do'stlarimizdan bitta like bosib qo'yishlarini, komment yozib qo'yishlarini so'raymiz. Shu kanalimizni rivoji uchun. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.